Assalomu alaykum, hamyurtlar. Mana bugun biza Navoiy viloyati Navbag'or tumani Yaltirbod mahallasiga bitta Samarqanddan buyurtma qilgan filtr apparati o'rnatdik. O'rnatganimizga ham 15-aprel edi. Chunki bu sinash uchun mana suv zo'r dedi, mana egasi shu yerda. Hozir maqtagan uchun bir bitta video tasvir qilib Samarqanddan jo'natgan Bektash ukamizga yuboramiz bu videolar, rahmat deb. Mana bizning damxo'ja kranimiz suvi. Hozir buni o'lchaymiz suv tozaliklarini. Suv yoqqan yorug'roq bo'lsin. Tak, mana 0 da turibdi. Mana 370 ko'rsatyapti suvimizni. Mana endi filtrlangan apparat suvini ko'ramiz. Qani necha barobar tozalab berar ekan. Endi kameramizning picha xarob bo'libdi, men ko'rib olmayapti. Mana 0 da turibdi. 0.13. Qarang qancha barobar tozalagan. Mana gap yo'q suv apparatiga. Rahmat. Hozir mana 15 kun bo'libdi qo'yganmiz, uyda egalar minnatdor. Akamizni ma'shoq. Rahmat. Rahmat deb Sizdan mazza qildik. Kasal bor edi, kasallik. 10 litr suv ichaydim. Saxirdim. Hozir 3 litrdan ziyod suv ichmayman. Rahmat. Gap yo'q deyapti. Mazza Tavsiya qilamiz. Kim qo'ysa shu apparatdan tavsiya qilamiz. Bemalol xijolat qilmasdan pulini ko'chirdik. Endi biza 1.600.000 ko'chirdik. O'sha hozir ham shu narx bo'lsa kerak. Agar kim buyursa, aniqlamiz. Nasib bo'lsa yana qo'ni qo'shnilardan zakat tushadi. Sizga aytamiz. Keyingisini yana yuborasiz nasib bo'lsa. Rahmat, sog' bo'ling.